Bugun kun tartibiga kiritilgan qaysi qonun loyihasi e'tiboringizni tortdi? Kun tartibida 12 ta masala bor. Hamma qonunlarimiz dolzarb, juda ham. Bitta savolim bor edi. Shoshlayapman. Hamma qonunlar muhim, lekin menimcha bu yerda biz uchun juda ham muhim qonunlardan bittasi chet el investorlariga yer masalasi bo'yicha qabul qilish ko'zda tutilayotgan qonun loyihasida 49 yilga barcha uchun 49 yilga uzaytiriladi. Kiber xavfsizlikni ta'minlash va raqamli muhitdagi sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan qonun loyihalari bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibimizdagi qonun loyihalarini muhokamasiga o'tsak, E'tiboringizga taqdim etilayotgan kiber xavfsizlikni ta'minlash va raqamli muhitdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash tizimini takomillashtirishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi ushbu qonun loyihasi mutaxassislarga menda o'zimda bitta savol bor. Kimdir hujjatidan foydalanib, kimdir shuni nomidan jinoyat qilgan bo'ladi va ko'p holatlarda u ishtirokchi sifatida jazoni oladi, lekin asosiy tashkilotchilar yana o'rtada yo'q bo'lib qoladi. Hozir bu qonunni biz ular uchun qabul qilyapmizmi yo o'rtada turgan qurbonlar uchun qabul qilyapmiz? Jazoni kuchaytirib beryapmiz. Maqsadimiz mana shunaqa jinoyatga qarshi kurashish. Aniq bitta javob beringlar. Depozitariyada turgan pulni qaytarib berayotganingizda bir tiyin ham olmayman desanglar bo'ldi. Faqat sudning qarori bilan chiqadi, sud ham qarorda yozib beradi. Garov tariqasida qo'llanilgan 5 million so'm pul qaytarilsin deb yozib beradi. O'rnakka ko'targan masala ham bor. Fuqarolardan juda ko'p murojaatlar keladi. Mehmon tizimida qandaydir texnik sabablarga ko'ra tizimga vaqtida kiritish amalga oshirilmadi. Mana shunday holatda mansabdor shaxsni aybdorligi to'g'risida qanday tartib asosida amalga oshiriladi? O'zbekiston bedarvoza emas. Ro'yxatdan o'tkazmay qolish, ya'ni bu haqida xabardor qilish mas'uliyatidan hech nima qutqarib qolmaydi. O'zlari kiritgan tahrir aniq yozilgandi. Hozir bu yerda endi har xil haligi talqin qilishi mumkin bo'lgan norma yozilyapti. Parodagan savollarga tayyorgarlik ko'ringlar. O'ylab ko'ramiz desangiz ertaga qonuningiz qaytib ketadi. Biznes rejasini himoya qilish, uni istak xohishidan kelib chiqib 10 yildir, 20 yildir, 49 yilgacha berishimiz mumkin deb to'xtamga keldik. Mulk ularga mulk sifatida beriladi sotib olganda, lekin yer ularga mulk sifatida berilmaydi, faqat ijara sifatida bo'ladi. Tushuntirilishni tashkil etadi degan, bu tushuntirib qo'yadi degan ma'noni bermaydimi? Hurmatli deputatimiz aytayotgan masalani biz yana ko'ramiz. Agar ma'qul bo'lsa, lingvistlar bilan tahririy ko'rib chiqamiz. E'tirozimiz yo'q, konsepsiyasida maqsad bor. Lekin mexanizmni kuchli emasligiga o'zingizlar ham aytyapsizlar, biz ham aytyapmiz. Biz kengashda e'tirozimizni bildiramiz. E'tirozimiz hisobga olinmasdan yalpiga qo'yilsa, ertaga qarshi ovoz beramiz.